Va alaykum assalom. O'tiringlar. Men sizlarni yangi o'qituvchilaringman. Bugundan boshlab sizlarga adabiyot fanidan dars beraman. Demak, bugungi mavzuyimiz qani kim Alisher Navoiy bobomizni ruboiylaridan yod olgan? Ana orqada o'tirgan bola, sen javob bera qol. Qo'y sen. Biroz shoshma. Qani yonimga kel. Mana buni xuddi ismingni yodlagandek yodlab kel va buni hech kimga aytma. Bolalar, bugungi darsimizda sizlar bilan Zahiriddin Muhammad Boburning g'azallarini o'rganamiz. Jonimdin o'zga yori vafodor topmadim. Qani bolalar, ushbu misralarni kim yodlab qola oldi? Qani, sen javob berchi. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim. Ko'nglimdan o'zga mahrami asror topmadim. Jonimdan o'zga joni dilafkor ko'rmadim. Ko'nglim kibi ko'ngilni giriftor topmadim. Barakalla. Alo, eshitaman. Botir Bo'riyevich, sizni xorijiy hamkorlar kutmoqda. Xo'p, hozir tushaman.